Tepe-Qurg'on айыл өкмөтүнүн оңго чукул жашоочусунан 2017 жылдын июнь айында айылды активист катары белгилүү болгон Сали Джон Борибаев аттуу жаран 5 сотык жер аянты үчүн 2,5 миң АКШ долларынан акча чогулткан. Активист айылдын чет тарабындагы 1 гектарга жакын жер күзүндө трансформацияланып, турак жай бериле тургандыгын убадалаган. Карапайым дыйкандар активисттин сөзүнө алданып, банктан насыя алып, тез арада акчаларын топтоп берген. 1 жыл өткөн соң чек берилбей, Сали Джон Борибаев жүрөк оорусунан 2018 жылы көз жумган. Жер алуу үчүн АКШ долларын берген жарандар райондук, облустук ички иштер башкармалыктарына кайрылып, натыйжалуу тыянак чыккан эмес. Башкы прокуратурага арыз жазып териштирүү учурунда Мухитдин Ахметов аттуу айылдык кеңештин депутатынын аты аталган. Айылыбызда bir Борибаев Салижан келип, бизге шундайды маслихат көрсөтүп, чек туурасында şu акча жиңлегенде бизде 2,5 миң доллар 5 сотык жерге деп. Alı çıkıp getip 20 günden keyin akça yer beremiz dep 2,5 ming dollar akça olgan. Mana 3 yıl 4 yıl boldu biz mana rayonga kayrıldı, oblastga kayrıldı. Biz işlerimiz bardığını job taşadı. Job iş yaptı. Mana to'xtanlarimiz qo'limizda mana. Endi biz qayerga borishni bilmay. Endi hurmatli biz yangi prezidentimizga qayrilyapmiz. Devon geçeni bergenmen. O adam aradan 2 yıl ötkendan keyin ötüp ketdi. Şundan beri yer yok, akçası yok, jüremiz. Rayonga sud bilan murojaat qildik, bo'ldi. Oblastgacha bordik, unda ham bo'ldi. Job tashlashdi, qanday bo'ldi bilmadim. Ho'shim hech narsa natijasi chiqmay жатат. Yo akça yo'q endi, yo nimasi yo'q, yer yo'q. Shu ishda mo'ysular nimalarmi, aprestlarmi qanday bilmayman. Akçamizni ham berib жатат. Yer ham yo'q, shunday juramiz. 56 жаштагы Хусанбай Юлдашев дагы 2 баласы үчүн 10 сотык жерге 5 миң доллар берген. Дыйкан жашаган үйүн күрөөгө коюп, банктан насыя алган. Жери берилбей калганда насыяны төлөй албай кыйналган. Сот процесси негизги фигурант каза болгондуктан кыскартылган. Men 5 ming dollar akça bergenman. Şunu hazır mana u odam ölüp ketgandan keyin biz hech bir narsani udoqlanmayapmiz. Mana to'xtam qo'limizda, mana nimalarimiz bor, mana to'xtamlar. O'shkedovur, Aravon, O'sh hamma yerga bordik. Bizga bir quloq soladigan odam bo'lmayapti. Shuni bir chorasini kattalar bir ko'rib bersanglar. Sizlardan so'ranish, iltimos, bu haqiqat bir adolat degan narsa bormi, yo'qmi? Bizning Qirg'izistonimizda shuni narsani bir ko'rib nima qilib bersanglar. Bizning gapimizga hech kim bir quloq solmayapti. Акчаларына алданған жарандар каза болгон Сали Джон Борибаевдин жакындарына бир нече рет кайрылган. Айыл өкмөт окуяда аты аталган депутат Мухитдин Ахметов менен беттештирүү болгон. Чогулган жарандардын талаштуу маселеси үчүн айыл өкмөт кабылдап акча берүү ишине тиешеси жок экенин айтты. Şu айылда актив эле тургундардан болгон, азыр ортодо ошол акча процесси чечилген жок. Эми мен айыл өкмөт катары буларды бардыгын тааныймын, үй бүлөсүн дагы беремин. Bularga oda kılıngandan beri ol yer moratoriy jariya bolup azır күндө тамарка маселеси чечилген жок. Бул керектүү жерлерге чейин biz men ol акча маселеси боюнча мен почти 1 жылдан кийин билдим чында. Ошондо сүйлөшкөнбүз. Эми акчаны булар ошо Салакеге берген экен. Мен ол акча боюнча менде эч кандай кабарым жок. Бизде тамарка маселеси алдын кийин болгон болсо да мындан кийин ондай акча маселесиге kelip takalıp tamarka berilе турган нерсе жок. Мыйзам чегинде tamarka berilет. Акча чогулткан активисттин аялы Хаяткан Борибаева акчанын бир бөлүгүн Мухитдин Ахметов алганын билдирген. Айыл өкмөт башчысы Хамракул Жаныкулов менен жарандардын ортосунда түшүнбөстүктөр бар. Bo'lganligi uchun berganman, o'ziga to'q odamligi bu uchun berganman. Masjid qo'shni-qo'shnilari ishonib bergani uchun men akcha berdim. Yerdi menga ham tegib qolsin. Meni ham o'g'lim bor, uy solib chiqaradigan deb ashpayatda bizga ham chek zarilib berganman. Saroylari bor, o'ziga to'q odam edi Solaka rahmatlik. Men siz ayıl ökmöt bilse kerekti. Akça beripsingler 2,5 ming dollar. Bergeniңер үчүн жооп бересиңер. Немеге бердиңер силер окуп? Mana ayıl ökmöt men alam men 2,5 ming dollar. Жок эле жерге ала беремин. Yo'q, u kishi berip aytpaysiz bunu. U kishiga aytgandirsizki, u kishi yiqib qo'rqmasdan yiqqanda u kishi aholidan aytaman, aytib nimaga aytaman? Nimagadir ishonganda baribir. Yo'q, nimaga berdiңер? Nima uchun berdiңер sizlar? Ade bile arızdanıp ayıl ökmötü kirite verse ayıl ökmöten bakamaz. Bilek arızdanıştı. Men unçukmanım boptur hem düşünböptürdü. Menin nege koşu?
Keçegi arızıda jalgan sözler. Bularda arkasında hem kızıklar, küçükler var da. Yemi mınday tuğanlar. Bu emi barınızdan, çeçinizden, özüňe razborlardy kılınızdan. Kiri maşnaqa desek yine oğlu telefonda o Rossiyada bitti ikkita oğlu. Aslında süýleşdirdi, gapirdirdi. Muhuddin olgan, mana nomerde, Matis nomerde ap çıkıp ketgan erimde öz gözüm bilen görgenmen dedi ayoli. Dedi ina biz ina Muhuddinga bardik kechki paytda irashara bolup galudy. Muhuddin öz ağzı bilen aytdy. Oytda oturup Muhuddin Ahmedov aytdy. Dedi men $10,000 olganman dedi. Dedi ina ki hakimimiz aytdiki sen $10,000 apsan koyganı solakada hatını da kaptı unda endi senler töleşesen dedi. Айыл өкмөт башчысы Кыргыз өкмөтүнө турак жайлуу болууга кайрылган жарандардын кезеги көбөйгөн үчүн кайракы жерди трансформациялоого атайын жолдомолорду жиберген. Акыркы токтомдор өзгөртсө муктаж болгон жарандарга чек берүүнү билдирди. Айылдык кеңештин депутаты Мухитдин Ахметовго байланышканыбызда бул адамдарды тааныбай тургандыгын айтып, аталган иш боюнча айтылган маалыматтарды четке какты. Bazıları tanımaytam. Bazıları tanıgan bilen süleşken emas. Süleşken emas. Anan özleri bardyk işlerjyly jaýlarına жазып кайrylganda organlarga özleri barıp biz hiç kanday Muhuddinga dowlatymyz jok dep aýtgan. Jok dep aýtgan. Anan biz Muhuddin bilen mamylanyz sen jok, biz bu adamdy tanıgan emasmyz, görgen emasmyz dep aýtgan. Buna generalny prokuraturga da жазышты. Öt bari teşirip tahta bitken. Суулуу кайракы жерлерге 2009-жылы атайын мораторий киргизилген. Чегалоодагы жер көйгөйү өлкөнүн ар бир айылында бар. Турак жайга жер алуу үчүн долларлап акча берген жарандар көйгөйү чечилбесе, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташевке чейин бараарын белгилейт. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Жolu uçtuk da. Yemi, siler menen oşo sağlı süýleşgönden beri bizde aýly ökmötde tamarta masalesi çeçilbegen jakşy. Şonu dakazat kıla albaytat ko. Dakazat kılamayat. Olmasam dedim sen berişin kere dedim. Oğlum. Dedim desem o aytyaptiki benden alıp çıkıp ketken diýapdy. Dakazat kılbayby. Oş misaly oşol жазbayby, oşo arızdanbayby, oşo büt baryny oşo taktap mınday kılbayby. Bizde ahna bolup yomon kıynalyp ketdi. Yemi mındayda yer masalesinde problema jok. Buyursa bıyıl mana prezidentimiz жаңы boldu. Men inanıp duramın. Allah nasip kılıp ruhsat kelse siler kalasınlar degen oydan alışmılar. Siler de alınlar demektir. Bulardan her birini kelin, bala çakası barlığını bilem de bizde şu oçeret var, arız var. Nizam çekinde cer alat. Nizamga neme olur. Akçaga kelip takalgan jok. Mına murda bolgon bolsa da men aýly hökümet bolgonda moratori, birok akçaga kelip takalgan jeri jok. Bul akça masalesini, bul kol alasa beresesini men emin çeçpeymin de. Karasan bunda real inersen. Biraz zokka ba akanın ötüp Deseler o kişi özden özü akça yığmaydı toğunumuzlar mahallasılar. Aytdilar. Nimaga üçin bergansizlar Solakemge aytdilar. Men sizlar mahalla komitetlari bo'lganligi uchun berganman. O'ziga to'q odamligi bu uchun berganman. Masjid qo'shni-qo'shnilari ishonib bergani uchun men akcha berdim. Yerdi menga ham tegib qolsin. Meni ham o'g'lim bor, uy solib chiqaradigan deb ashpayatda bizga ham chek zarilib berganman. Saroylari bor, o'ziga to'q odam edi Solaka rahmatlik. Men siz aýly hökümet bilse kerekdir. Akça beripsiňer 2020 dollar. Bergeniňer üçin jogap beresiňer. Nimege berdiňer sizler oku? Mana aýly hökümet men alan men 2000 dollar. Joguna jerge alıveremmi? Yo'q, u kishi berwatib aytmaysiz bunu. u kishiga aytgandirsizki, u kishi yiqib qo'rqmasdan yiqqanda u kishi aholidan aytaman, aytib nimaga aytaman? nimagadir ishonganda baribir. Yo'q, nimaga berdiňer? Nima uchun berdiňer sizler? Nimaga aýly hökümetge kelip bir müjdandy surap aytdylar? Bizga nima hamroh qilib bizga mana dedi. Oldin sizga kelib yurdik-a. Kelinlar bo'ldi, chek bering dedik. Tayyorlanib beriladi, berilsin deb qonun chiqsa beradi dedingiz. Dedingiz ekan bizga Solaka borib kechki paytda borib aytdikki, men aytdim-da, biz dedi bunaqa 6,000-7,000 dollarga chek olmaymiz Solaka. Ozroq chek bo'lsa ayting. Mana kelinlar ikki top qoldi, bittasiga 8 yil oldi, bittasiga 4 yil oldi. Biz chek olishimiz shart dedim. Dedim men akaga aytdiki, bir kuni kechki paytda kelib aytdiki, nima Ortiqxon Gulchehraxon dedi, sizlarga keldim dedi. Mayitdan dedi 9-brigaddan yer beriladigan bo'lib qoldi dedi. Shunga dedi 2,5 dollardan dedi, bugun pul tayyorlaylar dedi. Seshanbami, chorshanba? Men mana kele qavay. Kim biladi endi? Ne özüme de bana Onarbek'in xotyny menen Abubakir'in xotyny keldi-yu mana. Inakaga Nimaga sizler kelbeysizler? Ko'chada bersa beraverasizlar.
Je özüm bana baratilen bu onçoluk bana akça gerek bolsa men alamın da. Bana men akça men alamın. Kelganina biz nimaga Ikkovimiz bo'lmadi, birga u kishi o'lib qoldi. O'lib qolgandan keyin qanday nima oldi? Yurak bo'layotdi, insult. insult bo'lib o'ldi. Indan keyin o'luvdi, biz mana hokimiyatga kelamiz endi. Mana shu yerda keladigan joyimiz. Shuga keldik. Kelsaginan keyin yo'q kelmadik. Biz birinchi Muhiddinga bordik. Xotinini oldiga ancha qirqi-pirqi o'tgandan keyin biz ham 100 xotir qilib, mahalla ko'y qilib, u xotinda shunaqa qilib turdik. Turib, ina keyin anchadan keyin kirdik. Kirib mana shunaqa desak, ina o'g'li telefonda Rossiyada bitta ikkita o'g'li. Ashuni suylashtirdi, gapirtiruvdi. Muhiddin olgan, mana nomerda, Matis nomerda olib chiqib ketgan erimdan o'z ko'zim bilan ko'rganman dedi ayoli. Dedi, ina biz ina Muhiddinga bordik. Kechki paytda rashara bo'lib qoluvdi. Borsak, ina u bir yerga ketib kelmadi. U shunaqa qilib kelmadi, bahana qilib. Kelmasdan biz kutib o'tirdik. Keyin hokimimiz telefon qildi bittasiga. Tezda u yerdan tarqalinglar. Ertaga soat 9 da men o'zim oldimga kelinglar, o'zim yechib beraman dedi. Sotliq proseslar jurganda Muhiddin aka o'zi keldi-yu. Yo'q, u kelmaydi. Hech qachon kelmaydi. Ayoli tasdiqlab berayotdi, chiqqan. Telefonda intervyu berib qo'ydi. Bu mahalla mana shu Tepaqo'rg'on aylining eng anaqa odamlari deb Kelganina u keldi, aralash stolda o'tirdi. Hammamiz o'tirib, keyin hokimiyat sen qancha olgansan pulni dedi. U aytdiki, men $10,000 olganman dedi. Muhiddin o'z og'zi bilan aytdi. O yerda o'tirib, Muhiddin Ahmedov aytdi. Dedi, men $10,000 olganman dedi. Dedi, keyin hokimimiz aytdiki, sen $10,000 olsan qolgani solakada xotinida qopti unda. Endi senlar to'lashasan dedi. Shu bilan endi bo'pti deb chiqib ketdikmi? Shu bilan yana u to'lamadi. Ana qilib qochib yurardi. Hozir qochgandaqa qilib qochib yuraverdi. Oxiri biz to'yib ketdik, rayonga berdik, bizga quloq solmadi, o'shga berdik. Bu odamda puli ko'p ekan, hammasini bosti qilib pulni beryapti. Biz kalxo'ch odam 1 so'm bera olmaymiz misol uchun. Mana hozirgacha 5 yil bo'lyapti, hali bunimiz yechilib kelmayapti. Bu aytdiki, biz to'sib televideniya kelganda xuddi mahna qilib qochib ketgan dedimi sizlarga? Qochib ketdi yana. Qochib ketib, biz bozorning ichida ushlab olib, xotinlar hammamiz ushlab oldik. Ushlab, to'laysan desak, men senlarni hozir taniyman dedi. O yoqqa borganda tanimayman dedi. Haqiqatda olganman pulni deyapti. Pulni olganman dedi, u yerga chaqirsa pulni olmaganman dedi. Sizlar endi bu bo'yicha oxirgi qaysi qadamga borasizlar? Bishkekka borasizlar bu? Aylı hükümet başçımız sement zavodu satıverdi depsinler. Biz buna deganimiz yo'q. Men ko'rsatam o'sha arzimlarni. Borib ko'rib keldim. Mundayda, bular o'zlari bunday jinglik chiqarish kerak. Pulni sağlarsa, bergan bo'lsa, boshqa odamga bergan bo'lsa, ayol hukumatning ayıbı nima? Bular ayol hukumatni sal tur jinglik chiqaradi. Jozsin buni. Bergan odam buni jozsin. Meni ishdan qo'yib aylantirib ayol hukumat deyaversa, men hech narsadan xabarim yo'q. Endi buni yer berildilar. Berib biz qolib ketdik desekin boshqa so'z. Endi bularga qarshi material o'ylanib chiqishimiz kerak. Qiqirganlik to'g'ri bo'ladi. Endi uchun $2,500 pul berib. Meni ishim bor bo'lsa, men bor bo'lsam, boshqa bo'lsa, ko'chadagi bir biznesmenning o so'zini ishlanib nega beradi? Ol odam ayol hukumat ishlayversa, o'sha uchurda yer berilmagan bo'lsa. Hozir men dag'i ham elim ekan, bo'pti kirgilada olib kirdim. Men suylashmay qo'ysam bo'ladi. Arızlarida büt taxtab qo'yganman arızlarida. Can o'sha bir ile söz, arkasında büt menin emem. Bilemin arkasında başka interes bardığını. Buna hozir o'zlari ham bilmaydi nima deb yozganini. Buna ko'rdinglar, Gen prokuratura tekshirganda bordiqlar, biz tushunmay qirg'izcha yozib qo'yibdir deb aytdim. Ayoldiqa borib yerdeki deb suylayvermang. Sizni qo'ldoringiz ham turadi men jo'nimda. Siz mana realniy narsani cheching. siz ayol hukumati bo'lib bizga yordam bermasangiz biz har cho'pga yalinamiz ekan. Yordam, mana yerlarga haq berolmadingiz. Ashu Muhiddin siz qo'lingizda ishlaydi. İşlemek Baribir siz tanishdi. Deputatda. Bo'lmasam dedim Ashqay topa bilan ikkovini kelishtirib turib, siz ayol hukumatimisiz? Yo'l ko'rsatib qo'ysangiz bo'lardi. Iki yolu keliştirdim. Doказательства yok. Mustaş ketdi yok. Mustaş ketdi taktı. Aşı ishlarga, aşağılarga chiqishga majbur. Yok, men to'sdim bu. To'smadingiz. Bemalol arzdan gele. O pul meselesini o'zinglar chechasinglar da bergan odaminglar meni. Nimaga pul meselesini aylantirib menga olib kelib o'tasigan? Mendan yer so'rag'lar, yeringlarga yordam berayin men. Tamarqaga yordam berayin. Bunaqa harakat qilayin. Hozir o'shanda yer berishchi yaqin. Nima qilish kerak? Uni uyga borolmasak. Hozir bunday, Abdumalik. Buna o'zlari ham o'tiradi. Men bularga bir dushmanligim onday yo'q, elimda.
Arzdandilar qo'sha arzdan o'tamiz. Mana o'zlari turadi. Borib o'tamiz. O'sha prokuror, sud, tergov tergadi. Eng negizgisi bulardan olgan ақша olgan odam o'ldi. O'lib qolgan. Öldü, narxlar dakazat qılarmaydı. Ha aytıtat, men keliştirip ol bala menen bolgan mamileni bir kelişip bir mizan çekinde çeçip beretigan dakazat ispat yoktu. Mında aytkanda, mına özleri ham uqtu. Men dedi tiriltirip kelip bereyim dedi otat. Endi bu jerde Yo, manda bo'lgan, mana mana quloq solmayapti. Men bu bolam mason nimaga? Mana mana shu bola xudo xolasa, shu gapingni aytib berasan qayerda bo'lsa, hamroh qil. 10 ming dollar olganman deb aytgan shu gapni, to'g'rimi? Mana shu deyapti, undan keyin men hali xotinimni ham hali bir 100 qilib, men ko'chada qolgan pulim yo'q. Men bola chaqam bilan tutalab ashiyda o'zim bilganman men. To'g'ri gapda, o'zim ichim o'tganda, haligi ishtoring biladi degandek, o'zim bilganman-da u kunda. O'zim yomon qiynalib ketganman men. Shuning uchun men aytyapman, haqiqatni aytyapman. Shuni bersin. Bermaydigan bo'lsa, kuchim yetgan yerga da boraman. Kuchum yetgan yerga da borib, shuni nima qilaman? Kim yesa yeb ketaveradimi? Haqiqatan bormi bu davlatda? Buni ko'rsin, katta kishilardan so'ranish, shu narsalarni bir elga ko'rsatsin. Shulardan so'ranaman men. Shu el uchun.